Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Sizlarga Samarqand mashina bozorida Nexia 1, Nexia 2 narxlarini ko'rsatib boraman. Variantga, arzonga, har xillardan bo'ladi. Agar siz kanalimizga yangilardan bo'lsangiz, pastda podpisatsiya tugmasini bossangiz, bizdan chiqayotgan birinchilardan bo'lib ko'rsangiz bo'ladi. Yuqorida Instagram kanalimiz bor, ularga ham kirsangiz, har xillarga boraman. Sizni qanaqa mashinalar qiziqtirib turadi, har xillarga yozib qo'ysangiz, kommentariyaga o'z fikringizni qarab, shunga har xildan chiqarishga harakat qilaman. Sizga shikayatlangan holda biz so'ragimizni boshladik. Birini sizlar uchun yili 97 dan top qo'yib holatga bitta e'tibor berib, holati yaxshi holat degan faralar led qilingan 906 mijgar pultlari bor ekan. Motor sonsiz amblior, Delcor akkumulyatorlarda, motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. 65 talik propan gaz o'rnatilgan. Yon tomondan ko'rinishlari, mashina Samarqand shahar mashina ekan. 4 ta yumshoq balondan o'rnatilgan. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi, yomon emas. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlariga e'tibor bering. Salon ishlari lyuks, bez konditsioner. Yurgan probegi noma'lum, yana любой usta bilan kelib tekshirib olasizlar. Audio sistema, mashina kurgavoy shumka qilingan. Salon orqalariga bitta e'tibor bering. Salon orqalari ham yomon emas, yaxshi holatda ekan. Orqalariga e'tibor bermaysizlar. Orqalarida kerak narsalar bor ekan. Orqalari ham yaxshi holatda ekan, zapaska balon berar ekanlar. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi albatta asvejit qilingan, yili eski bo'lganligi uchun, lekin udarib bo'lmagan ekan. Liboy yana usta bilan kelib tekshirib olasizlar. Akamiz bu Nexia 1 ni 18 million deyaptilar. Sizlar uchun savdolashib 16 millionga qo'yapman, faqat narxga ekan. Generalga berasizmi? Berilar ekan. Xo'sh, telefon nomeri aka? 50lik 004 05 32 05 32 32 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkiniz sizlar uchun yili 2013 dan top qo'yapman, holatiga bitta e'tibor bering. Texpasport ham, kuzov ham 2013 ekan. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Narxi sizni albatta qiziqtiradi. Faralar led qilingan. Sizlarga motor hadovoylari ko'rsatib boraman. Motor 1.6 lyuks konditsioner, metan 100 taligidan o'rnatilgan. Motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Mashina pastarg'on mashina ekan. 4 ta yaxshi yumshoq balondan o'rnatilgan. 4 ta eshik shumka qilingan ekan, tonirovkasi bor. Salon ishlariga e'tibor bering. Lyuks konditsioner, poyga evakor tasab qo'yilgan, chuqurlari bor. Tablo almashgan, lekin yurgan probegi noma'lum. Yana любой usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Audio sistema. Orqalari olsa ko'rsaman. Orqalari mana e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Bagaj ochib yuborasizmi bitta? Orqalariga ham e'tibor bering. Shunga qilingan, zapaska balon bor. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi qayerlarda bor? kraskaka krilo kapotda bor, lekin strashni udar almashgan joyi bo'lmagan mashina. Xo'sh, Sam Avto brend kanalidan chiqib necha pul berasiz? 3,5 deyapman. Agar obunachilar telefon qilsa 3 mingga olishamiz aka. Xo'sh, ana sizlar uchun savdolashib 3 mingga qo'yapman. Yana savdosi ham bor ekan. Albatta kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Telefon nomeri 90lik 224 xo'sh 24.9. Generalga berasiz. Любой dakant qiling. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun yili 2015 dan topib qo'yapman, holatiga bitta e'tibor berib qarang. Holat yaxshi holatda ekan, faralar led qilingan, labovoylar gerb qilingan, mijgar pultlari bor ekan. Sizlarga o'z motor hadovoylari ko'rsatib boraman. Motor 1.6 metan 100 taligidan o'rnatilgan, motor hadovoy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari, mashina Samarqand shahar mashina ekan. 4 ta yumshoq balon chiroq disklarida turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Bir sloy kurgavoy shumka qilingan ekan. Lyuks, bez konditsioner. Evakor poliga tashlab qo'yilgan, yurgan probegi 183 ta yurgan, havo yurgan probegi, audio sistema. Orqalari ham, mana ko'rsangiz bo'ladi, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Sizlar uchun narxi qiziq bo'lsa, albatta videoni oxirigacha ko'ring. Zapaska balon bor ekan. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasi
bir ikkita joylarda bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, udar-pudar bo'lmagan ekan. Yana kelib, usta bilan kelib tekshirib olasizlar. Aka, qancha so'rayapsiz aka? 4,5 so'rayaptilar. Sizlar uchun savdolashib 4200 ga qo'yibman. Yana kelib tekshirib savdolashib olasizlar, cho'naqda qilib berar ekanlar. General qilib berasizmi? Telefon nomer 93lik. Xo'sh. 99 Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun yili 2009 dan topgan holatiga bitta e'tibor bering. Bu Nexia 2 nech pul deb o'ylaysiz? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qolding. Video albatta oxirigacha ko'ring, narxi sizni albatta qiziqtiradi. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsa, bitta obunani bosib, agar videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni esdan chiqarmang. Faralar LED qilingan. Hozir motor radalarini ko'rsatib boraman. Motori gibrid, metan 100 taligidan o'rnatilgan motor, hadoviy ishlarda hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan. Mashin pastarg'on mashina ekan. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Lyuks bez konditsioner. Yurgan probegi 247 ta yurgan. Audio sistema. Orqalari, mana bu ko'rsatuvlar orqalari ham yaxshi holatda ekan. Bagaj ochib yuborasizmi? Orqalariga e'tibor bering. Orqalari zapaska balon bor. Yon tomondan ko'rishlari kraskasi nech foiz bor? 15-20% aka. Xo'sh. Narxini nech pul deb o'ylaysiz? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qolding. Narxi albatta buni 3000 deb sizlar uchun savdolashib 2600 ga qo'yibman. Yana ozroq savdosi ham bor ekan, cho'lnaqda qilib berar ekanlar. General qilib berasiz. Любойda aka qilib beraman. Xo'sh, telefon nomer 90lik 90lik 224 224 24 09 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Birini sizlar uchun yili 2003 dan topib qo'yibman. Faralarga e'tibor bering. Faralar LED qilingan. Hozir sizlarga motor hadoviylari ko'rsatib boraman. Motor 1.5 Dons, metan 100 taligidan o'rnatilgan motor, hadoviy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari 4 ta yumshoq balon o'rnatilgan. Balon holatlari ham yaxshi holatda ekan. Salon ishlarini ko'rsatib boraman. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Expert variant ekan. Yurgan probegi 175 ta yurgan, halozda yurgan probegi, audio sistema. Orqalari ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Metan turibdi 100 talik. Mana orqalarida ham zapaska balon bor, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Aka, qayerlarda kraskasi bor aka? Kapot kirlar eshigida. Yana bu usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Akamiz Nexia 1ni 3200 deblar, sizlar uchun savdolash 2900 ga qo'yib faqat narxga ekan. General qilib berasizmi aka? Telefon nomer 91lik 525 43 32 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Bitta ikkini sizlar uchun yili 2015 dan topib qo'yibman. Holatiga bitta e'tibor bering. Holati yaxshi holatda ekan. Faralar tuning qilingan, LED qilingan. Hozir motor hadovilari ko'rsatib boraman. Motor 1.6 Lux konditsioner, Delcor akkumulyator, motor hadoviy ishlarida hech qanday ish yo'q ekan. Metan 80 taligidan o'rnatilgan. Mashin Samarqand shahar mashina ekan. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Hozir sizlarga salon ishlarini ko'rsatib boraman. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Lux konditsioner, evakor poliglar tashlab qo'yilgan. Yurgan probegi 225 ta yurgan, audio sistema. Orqalarini ham ko'rsataman. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda, tiniq holatda turibdi. Orqalariga e'tibor bering. Metan turibdi 80 talik. Mana orqalari ham yaxshi holatda, zapaska balon joyda bor. Yon tomondan ko'rishlari, aka, qayerlarda kraskasi bor? Nech foiz aka? 3% kraskasi bor aka. Xo'sh, boshqa joylarda yo'q, udar-pudar bo'lmagan. Liboy yana usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'ladi, savdolashib. Qancha so'rayapsiz aka? Samavto brend kanalidan chiqsa nech pul qilib berasiz aka? Narxiga taqalgan cho'l narxi ayting, bir obunachilar mashina minsin aka. 4300 so'rab Bozor narxigan, ha, 4300. Siz bizni kanaldan chiqsangiz, Samavto brend kanalidan chiqsangiz, 4000 ga qilib berasiz, faqat narxga. Narxga aka kelishtirib beramiz. Xo'sh, undan ham savdosi ham bir shu narxda qilib berasiz. General qilib berasiz. Dokumentda muammo yo'q. Mashina olsalar, chexol bo'lsa beriladi. Xo'sh aka, telefon nomer
91lik 91lik 551 551 34 35. 34 35 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun yili 2010 dan topib qo'yib holatiga bitta e'tibor berib holati yaxshi holatda ekan, faralar led qilingan, labovoylar gap qilingan, hozir motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motor 1.6 lyuks konditsioner metan yuksalikdan o'rnatilgan. Motor hadoy ishlarida hech qanday ishi yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Hozir salon ishlarini ko'rsatib boraman. Salon ishlariga e'tibor bering. Lyuks konditsioner. Yurgan probegi 154 ta yurgan audio sistema. Orqalariga ham bitta e'tibor bering. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Videoni albatta oxirigacha ko'ring. Narxi muhim bo'lsa, sizni albatta narxi qiziqtiradi. Zapaska balon joyida bor. Orqalari ham yaxshi holatda ekan. Metan yuztalik turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari, kraskasi bir 2-3 ta joylarida petnosi bor ekan. Ya'ni liboy usto bilan kelib tekshirib olasizlar. Bu akamiz bu Nexia 2 ni 2800 deb bo'lish taqalgani narxga ekan, lekin narxi 3100 bo'lgan. Sizlar uchun savdolashtirib 2800 deb qo'yapman, faqat narxga ekan, generalga berar ekanlar. Liboy dokumentda muammo yo'q ekan. Telefon nomer 99 777 04 06 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Lekin sizlar uchun yili 2016 dan topib qo'yaman. Texpasport ham kuzov ham 2016 ekan, faralar led qilingan, labovoylar gerb qilingan. Bitta kapot ochib o'rasizmi aka? Sizlarga motor hadoylarini sizlarga ko'rsatib boraman. Motori gibrid, lyuks konditsioner, 65 talik propan gaz o'rnatilgan. Yon tomondan ko'rinishlari balon holatlar yaxshi holatda turibdi. 4 ta eshik shumka qilingan ekan, tonirovkasi bor ekan. Salon ishlariga qarang. Salon ishlari lyuks konditsioner. Yurgan probegi 260 ta yurgan audio sistema. Qo'llari ham bor ekan. Ma'lumot ko'rsangiz bo'ladi. Orqalari ham tiniq holatda, yaxshi holatda ekan. Mashina qayerda mashina aka? Mashina pastarg'on mashina ekan. 65 talik propan gaz turibdi. Orqalari mana qirilgan joylari yo'q, zapaska balon joyida turibdi. Yon tomondan ko'rinishlari akamiz aytishlaricha kraskasi yana usta bilan kelib tekshirib olsalaringiz bo'lar ekan. Mana shu yerda kraskasi bor ekan, ikkinchi tomonda. Lekin petnochasi bor ekan, lekin ichiga o'tmagan, o'dar-pudar bo'lmagan. Liboy yana usta bilan kelib tekshirib olsalaringiz bo'lar ekan. Akamiz bu Nexia 2 ni to'yanim deyaptilar, yana savdosi ham bor. Vanan generalga hammasidan bor ekan. Telefon nomer aka 91lik 91lik 555 555 66 66 90 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun yili 2015 dan topib qo'yapman. Holatiga bitta e'tibor bering. Holati yaxshi holatda ekan, faralar led qilingan, texpasport ham kuzov ham 2015 ekan. Motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motor 1.6 metan yuztalikdan o'rnatilgan. Motor hadoy ishlarida hech qanday ishi yo'q ekan. Yon tomondan ko'rinishlari 4 ta yumshoq balon hollari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlari lyuks, bez konditsioner. Yurgan probegi 153 ta yurgan, halol yurgan probegi audio sistema. Mashina mirbozor mashina ekan. Mana ko'ring, orqalari ham yaxshi holatda ekan. Orqalari metan turibdi 100 talik. Mana orqalari ham zapaska balon tushmagan, orqalari ham qirilgan joylari yo'q ekan, yaxshi holatda ekan. Yon tomondan ko'rinishlari. Aka, qayerlarda kraskasi bor aka? Ikkita karnizda. Xo'sh aka. Qancha so'rayapsiz aka? Xo'sh. Aka 4.5 so'rayapmiz. Sam Avto brend kanalidan chiqsa necha pul qiladi? Bir obunachilar mashina minsa necha pul qiladi? Chiroyli narx ayting bir aka. Savdosi qilishsan aka, kelishib gaplashamiz. Savdosi bor-ku. Variant 3 pul bor, savdosi bor. Narx pul bo'lsa savdo qilamiz. Generalga ham berasiz? Generalni beriladi aka, odamga qarab, radariga o'zim javob beraman desa, generalni beramiz. Shu bo'ldi aka, xo'p. Telefon nomer aka? 93lik. Xo'sh. 357 Aha. 79 Xo'sh. 12. Telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun yili 2015 dan topib qo'yaman. Holatchasiga bitta e'tibor berib qarang. Holati yaxshi holatda ekan. Faralar led qilingan. Hozir motor hadoylarini ko'rsatib boraman. Motori gibrid, metan 90 talikdan o'rnatilgan Delcor akkumulyatorlarda metanni yaqinda o'rnatgan ekanlar akamiz.
2025 dan o'rnatilgan metanni. Balon holatlar yaxshi holatda turibdi. Salon ishlariga bitta e'tibor bering. Salon ishlari ham yaxshi holatda, zo'r holatda turibdi. Evakor poliglar tashlab qo'yilgan, yurgan probegi 140 ta yurgan audio sistema. Orqalari maramat, orqalari ham yaxshi holatda ekan, salon ishlari lyuks. Mashina qayer mashina aka? Mashina Narpay mashina ekan. Metan turibdi, mana 90 talik. Orqada mana ko'ring, bironta qirilgan joylari yo'q. Zapaska balon ham tushmagan ekan. Yon tomondan ko'rishlari kraskasi bitta joyda pitnosi bor ekan, yana Liboy usta bilan kelib, yana tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Akamiz bu Nexia 2 4.5 deblar. Yana mashina ustida gaplashamiz, savdosi bor deb cho'naqda qilib berar ekanlar. Generalga berasizmi? Beraman. Telefon nomer 94lik. 473 31 68. Telefon qilib aloqaga chiqasiz. Ikkini sizlar uchun yili 2014 dan top qo'yapam. Texpasport ham kuzov ham 2014 ekan, faralar LED qilingan. Kraskasi 100% toza ekan. Liboy usta bilan kelib tekshirib olsangiz bo'lar ekan. Faralar LED qilingan. Motor 1.6, metan 100 talikdan o'rnatilgan. Motor havo ishlari hech qanday ish yo'q ekan, metan yaqinda o'rnatgan ekanlar. Yon tomondan ko'rishlari 4 ta yumshoq balon. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan. Salon ishlari bitta e'tibor bering. Salon ishlari ham yaxshi holatda, zo'r holatda ekan. Ekspert variant ekan. Yurgan probegi 149 ta yurgan audio sistema. Orqadan ko'rishlari, mana orqalari ham yaxshi holatda ekan. Mashina ishtihom mashina ekan. Metan turibdi 100 talik. Zapaska balon joyida bor. Orqalaridan bironta qirilgan joylari yo'q ekan. Yon tomondan ko'rishlari. Akamiz bu Nexia 2 ni 4800 deblar sizlar uchun savdolashib 4.5 ga qo'yib, faqat narxga ekan. Generalga berasizmi aka? Xo'sh aka. Telefon nomer 94lik 185 07 51 telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Ikkini sizlar uchun yili 2016 dan topib qo'yib holatchasi bitta e'tibor berib qarang. Texpasport ham kuzov ham 2016 ekan. Motor havo ishlari hech qanday ish yo'q ekan. Faralar LED qilingan, lobovoylar gap qilingan. Sizlarga motor havolarni ko'rsatib boraman. Motori gibrid, lyuks konditsioner, metan 100 talikdan o'rnatilgan. Yon tomondan ko'rishlari. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Tonirovkasi bor ekan, salon ishlariga o'zida ko'rsatib boraman. Salon ishlariga e'tibor bering. Salon ishlari lyuks konditsioner. Polik evakor tashlab qo'yilgan, chiqonlari bor. Yurgan probegi 154 ta yurgan. Audio sistema. Orqalari bitta e'tibor bering, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Metan turibdi 100 talik. Va zapaska balon joyida bor. Yon tomondan ko'rishlari. Aka, qayerda kraskasi bor? Orqa kapotining yarmi sepilgan, chap krilasi bor. Xo'sh, qancha so'rayapsiz aka? 4000 chiz gaplashaveramiz. Siz kanalingizdan telefon aka, obunachilar ham bir mashina minsin 4000 ga qilib berasizmi aka? Narxga bo'lsa aka. Narxga bo'lsa 4000 ga. Taqalgan narxga berar ekanlar. Varam viku barter bormi aka? Yo'q. General qilib berasizmi? General chiqadi. Xo'sh, telefon nomer 97lik Xo'sh, 934 904 1122 1122 telefon qilib aloqaga chiqasizlar.